Ba'zan insonlar og'riqqa emas, uni yashirishga ko'proq kuch sarflaydi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun ko'pchilik gapirishdan uyaladigan va minglab insonlarning hayot sifatiga ta'sir qilayotgan gemoroy, ya'ni bavosil kasalligi haqida suhbatlashamiz. Studiyamizga mehmon Miraziz Abduhakimov tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sabiraxon. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Sizlar bilan ekran qarshisida to'g'ridan-to'g'ri efir orqali ko'rishtirgandan bag'oyatda xursandmiz. Bugungi mavzuyimiz sizlarga manzur bo'ladigan umiddamiz. Keling, yaxshisi, gemoroy kasalligi aslida qanday kasallik, kelib chiqish sabablari qanday va u hozirda kimlarda ko'proq uchramoqda? Shular haqida suhbatlashsak. Albatta, ya'ni gemoroy o'zi, ya'ni bu to'g'ri ichak pastki qismlari va orqa chiqaruv teshigi atrofidagi vena qon tomirlarini kengayib ishish kasalligiga aytiladi. Buning dastlabki bosqichlaridan biri bu achishish, qichishish, og'riq yoki anal sohasida, ya'ni ichak harakati paytida qonish holatlari bilan namoyon bo'la boshlaydi. Ya'ni bu asosan bu kasallik ko'pincha, ya'ni ortiqcha vazn, kam harakat, noto'g'ri turmush tarzi, ya'ni kam harakat degani ko'p o'tiradigan insonlarda asosan, ya'ni doimiy og'irlik ko'taruvchi insonlarda, ya'ni kuzatilib boriladi. Gemoroy kasalligida qaysi belgilarni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak? Albatta, gemoroyda o'zi barcha belgilarni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Ko'pincha, ya'ni ichak harakati paytida qonash holatlarida ko'p insonlar baribir uyalishadi, lekin qonash holatlari nafaqat gemoroyni alomatlaridan bo'lishi mumkin, balkim to'g'ri ichak saraton kasalliklarini ham belgisi bo'lishi mumkin bo'ladi. Ya'ni gemoroy o'zi 4 bosqichni o'z ichiga oladi. Bu birinchi bosqich, 2, 3 va 4-bosqichni o'z ichiga oladi. Ya'ni birinchi bosqichda bu asosan achishish, qichishish, og'riq, ichak harakati paytida ya'ni qonash holatlari ham kuzatilib turadi. Ikkinchi bosqichda esa, ya'ni bu holatda, ya'ni ichak harakati payti kuchanganda, ya'ni gemoroy tugunchalar orqadan tashqariga chiqib qoladi, o'zi ichkariga qaytib kirib ketadi. Ya'ni achishish, qichishishlar davom etadi va qonash holatlari ham kuzatiladi. Ya'ni 3-bosqichda esa bu gemoroy tugunchalar tashqariga chiqib qoladi, lekin o'zi kirib ketmaydi. Barmoq bilan yordam orqasida kiritiladi va achishish, qichishishlar kuzatiladi, og'riq kuchayib boradi va qonash holatlari ham ko'payib boraveradi. 4-bosqichda esa, ya'ni gemoroy tugunchalar tashqi tomonda joylashib qoladi, ichkariga ham kirib ketmaydi, barmoqlar ham kirg'izib bo'lmaydi. Ya'ni achishish, qichishishlar kuzatiladi, og'riq ko'payib boradi va qonash holatlari ham ko'payadi. Ichki va tashqi gemoroyning farqi nimada? Tushunarli. Ichki gemoroy to'g'ri ichak pastki qismlarida, ya'ni to'g'ri ichakda joylashadi. Kuchangan paytda to'g'ri ichakdan orqadan tashqariga chiqib qoladi. Achishish, qichishish, og'riqlar kuzatiladi. Tashqi gemoroy esa tashqi chiqaruv teshigi atrofida joylashadi. Hech qanaqa belgi bermaydi. Faqatgina, ya'ni achishish, tashqi ta'sir tufayli achishadi, qichishadi yoki og'riqlar bilan namoyon bo'la boshlaydi. Surunkali qabziyat qanday ta'sir qilishi mumkin gemoroyga? Tushunarli. Surunkali qabziyatda, ya'ni o'zi asosan, ya'ni kuchangan paytda, mana har gal kuchangan paytda, ya'ni anal sohasida treshinalarni hosil qilishiga olib kelishi mumkin bo'ladi. Stress ham, ruhiy holat ham ta'sir qilishi mumkinmi? Yo'q, albatta, ya'ni bu o'zi gemoroy tugunchalar, ya'ni bu gemoroy o'zi nima degan savolga javob berdik. Boshida, ya'ni to'g'ri ichak pastki qismlari va orqa chiqaruv teshik atrofidagi vena qon tomirlarini kengayib ishish kasalligi aytilganligi bois, bu asosan, ya'ni boyaga aytgandek, doimiy og'irlik ko'tarish, keyin esa, ya'ni qabziyat orqali vazn nazorat qila olmaslik, ya'ni ortiqcha vazn orqali sovuqda ko'p yurish oqibatida yoki bo'lmasa ko'p o'tirish, ya'ni noto'g'ri turmush tarzi orqali kelib chiqadi. Ya'ni vena qon tomirlari kengayadi va bavosil, ya'ni gemoroy tugunchalar chiqib qoladi. Xalqimizda achchiq narsa ko'p yema deyishadi, gemoroyga sabab bo'ladi deyishadi. Bu qanchalik haqiqat? Albatta, ya'ni achchiq qovurilgan ovqatlardan men tiyinishlarni tavsiya qilib qolaman, chunki achchiq ovqatlar bu ishtahani birinchi navbatda ochib yuboradi. Ertaga qabziyat keltirib chiqarishi boshlaydi. Ya'ni vazn nazoratsiz qolib ketadi hamda ortiqcha vazn ham to'plashimizga sabab bo'ladi. Ya'ni gemoroy bir nechta aytadigan bo'lsak, o'sha bosqichlardan keyingi holatda bu odatda bu dori vositalar orqali, mana uy sharoitida
bemalol mana bizada tabobatda sinalgan Velnizin mahsulotimizni tavsiya qilamiz. Velnizin mahsulotimizni bu asal propolislari hamda tabiiy giyohlardan tayyorlangan bo'lib, gemoroid tugunchalarini ildizi bilan so'rilishida samarali yordam beradi. Hamda bu yerda laktot immun choylarimiz hamda matcha detoks choylarimiz bor. Bular esa ya'ni qabziyatlikni oldini oladi, ovqat hazm qilish trakti faoliyatini yaxshilaydi, ishtahalarni stimulashtirib beradi. Ya'ni bavoslik kasali, ya'ni ko'z techini mobaynida, ya'ni gemoroid, ya'ni qabziyat kelmasligi va ko'z techini mobaynida og'riqsiz, asoratsiz o'tishini yordam beradi. Miroz aka, gemoroyni operatsiyasiz ham davolash mumkinmi? Albatta, ya'ni ikki xil usuli bo'ladi. Ya'ni operatsiyani ham tushuntirib beraman va tabiiy giyohlar bilan uy sharoitida davolanishni ham tushuntirib beraman. Operatsiya ham ikki xil bo'ladi. Lazer amaliyoti bor hamda jarrohlik amaliyoti bo'ladi. Lazer amaliyoti ya'ni nerv hujayralarini nobud qilib, ya'ni rak hujayralarini rivojlantirishi mumkin bo'ladi. Ya'ni onkologik o'simtak kasalligini keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Jarrohlik amaliyoti esa jarrohlik amaliyotidan keyingi davrda sizda kuchli qon kechishi boshlaydi. Operatsiyadan keyingi davrda og'riq sindromlari kuchli namoyon bo'ladi. Ya'ni og'riq qoldiruvchi dori, ukol, kapelnitsalarga ehtiyoj tug'ilib qoladi. Ya'ni og'riq qoldiruvchi analgetiklarga, ya'ni ukol, kapelnitsalarga ehtiyoj tug'ilib qoladi. Operatsiya 100% kafolat bermaydi. Yillar davomida yana qaytariladi. Ana shu kamchilik tufayli bemorlar operatsiyadan qo'rqishadi. Bizning usul oson, xavfsiz uy sharoitida, ya'ni Velnizin asal propolislari va tabiiy giyohlardan tayyorlangan Velnizin mahsuloti bilan bavosir kasalligidan batamom xalos bo'lish. Qadrli yurtdoshlar, agar sizni ham ushbu kasallik bezovta qilayotgan bo'lsa, ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan ayollar bilan ayol mutaxassislar, erkaklar bilan erkak mutaxassislar gaplashishadi va sizni murojaatlaringizni tinglashadi. Agar xarid qilsangiz yetkazib berish mutlaqo bepul hisoblanadi. Miroz aka, ko'pchilik gemoroy kasalligida, ya'ni shamchalar, svicha deyishadi, xalq tilida o'sha shamchalardan foydalanishadi. Buni ko'p ishlatish zararli emasmi? Tushunarli, siz tushundim. Ya'ni svichalar bu akula yog'idan tayyorlangan bo'lib, bu gemoroid tugunchalarni karaxt holatga keltirib qo'yadi, lekin uni davolamaydi. Keyingi kelgusida yana qaytariladi. Velnizin, ya'ni asal propolislari hamda tabiiy giyohlardan tayyorlangan ayni shu Velnizin mahsuloti, ya'ni gemoroid tugunchalarni ildizi bilan so'rilishida samarali yordam beradi. Agarda sizda ham bavosir kasalligidan yillar davomida aziyat chekayotgan bo'lsangiz, albatta pastdagi raqamlar orqali murojaat qiling. Sizga bizning malakali mutaxassislarimiz tez orada qo'ng'iroq qilib, to'liq va batafsil ma'lumot berib o'tishadi. Ko'pchilik o'zi bilganicha har xil narsalardan foydalanib ko'radi yoki bo'lmasa internetdagi yolg'on xabarlarga ishonib qolishadi. Sizni bu mahsulotingizga ularni qanday qilib ishontirasiz, tomoshabinlarni? Tushunarli. Mana yillar davomida, ya'ni gemoroyda ham o'zi klinik formalariga ko'ra ikki xil usulda davolanadi. Ikki xil gemoroy bo'ladi, ya'ni o'tkir gemoroy va surunkali gemoroy bo'ladi. O'tkir gemoroy bir paydo bo'ladi, bir yo'qolib qoladi. Surunkali gemoroy esa yillar davomida bu holat yuzaga kelaveradi. Bizlarga ko'p murojaat qilishadi, bu mahsulotdan foydalaning, bu mahsulotdan foydalandik, lekin natija bo'lmadi deb. Bizning mahsulotimiz agarda sizga 15 kun ichida o'zini kuch ta'sirini bildirmasa, albatta pulingizni qaytarib berishimiz kafolatlangan. O'shaning uchun ham mana to'g'ridan-to'g'ri efir orqali, ya'ni tabobat sari bir qadam ko'rsatuvlari, ya'ni salomatlik sari bir qadam ko'rsatuvlari mana tashkil etilyapti. Ya'ni bo'lsa xalqimiz uchun albatta hoziroq pastdagi raqamlar orqali murojaat qiling. Sizning holatingizdan kelib chiqib, ya'ni birinchi, ikkinchi yoki uchinchi yoki to'rtinchi bosqichdan kelib chiqqan holatda, ya'ni sizga bizning malakali proktolog mutaxassislarimiz tomonidan holatingiz atroflicha o'rganilib, bepul maslahat, konsultatsiya va tavsiyalar ham berib boriladi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Albatta sizni holatingiz olganingizdan keyin ham, ya'ni o'zimiz nazorat qilib boramiz. To'liq davolanib ketgunga qadar salomatligingiz nazorat ostida bo'ladi va mahsulotimizni uyingizga yetkazib berish ham mutlaq bepul hisoblanadi. Ya'ni hoziroq pastdagi raqamlar orqali murojaat qiling. Malakali mutaxassislarimizdan bepul maslahat va konsultatsiyalarga ham ega bo'ling.
Homilador ayollarda ko'pincha tug'ruqdan keyin noto'g'ri kuchanish oqibatida ham paydo bo'ladi. Bu mahsulotlarni ularga ham tavsiya qilsa bo'ladimi? Masalan, emiziklik davrida ularga to'g'ri keladimi? Albatta, ya'ni emiziklik davrida albatta biz ularga ayni Velnizin mahsulotini o'zini tavsiya qilib qolamiz. Bemalol, ya'ni mahsulotimizni foydalanganda nojo'ya ta'sir ko'rsatmaydi. Halolligi va tabiiyligi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan, ya'ni tegishli sertifikat va litsenziyalarga ega. Bizga yurtdoshlarimizdan savollar yetib kela boshladi. Menda ham gemoroy va teri kasalliklari bor. Bu mahsulotlardan qanday foydalansam bo'ladi deya savol kelibdi. Tushunarli. Albatta, sizni holatingizni men hozir aytadigan bo'lsam, men ularning holatlarini bilishimiz kerak. Siz bizani malakali mutaxassislarga bog'lansizlar, bizani o'sha pastdagi raqamlar orqali ularning holatlarini biz atroflicha o'rganib, bepul maslahat, konsultatsiya tavsiyalar berib boramiz. Ya'ni bovosir kasalligi agar davolanmasa, men aytaman, ya'ni ayanchli, og'ir va og'riqli asoratlar keltirib chiqaradi. Xususan, oz miqdorda kam-kamdan qonayotgan bo'lsa, bu holat uzoq davom etadigan bo'lsa, ya'ni kamqonlik, anemiya rivojlanishi boshlaydi. Ya'ni sekin astalik bilan, ya'ni infeksiyalar tushadi. Infeksiya bakteriya tushgandan keyin yiringlash, yallig'lanish, ya'ni parapraktit holatlari ham yuzaga keladi. Ya'ni gemoroy bor insonda men albatta u narsani o'tkazib yubormasdan vaqtida murojaat qilishlarini. Chunki yillar davomida bemorlar mana gemoroydan, o'sha bovosir kasalligidan aziyat chekib kelayotgan insonlar ko'pincha bu kasallikni yashirishadi. Ya'ni kasallikni yashirsang, baribir isitmasi oshkor bo'ladi. Ya'ni bu holat, ya'ni oldingi holati hozir qanday holatda, agarda davolanmasa ertaga qanaqangi holatlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni to'g'ri ichak saraton kasalligini keltirib chiqarishi mumkin. Anemiya holatlari, kamqonlik holatlari, parapraktit, yiringlash, yallig'lanish holatlaridan yuzaga keladi. Og'riqli, og'ir asoratlar keltirib chiqaraveradi. Ertaga keyin o'ziga qiynalishadi. Topgan pul dori-darmon lecheniyaga ketadi. Ya'ni svechalar, shamchalar boya aytib o'tdingiz, bu shamchalar u gemoroy tugunchalarni karat holiga keltirib qo'yapti, lekin ularni davolamayapti. Ya'ni yillar davomida yana qaytalanib kelyapti. Undan ko'ra tabiiy giyohlar bilan albatta tabobatga qaytgan ma'qul deb o'ylayman. Bilamiz, gemoroyda qon ketadi, lekin qon ketmaydigan holatlar ham uchrab turar ekan. Bu ham gemoroy kasalligiga kiradimi? Ya'ni qon ketmasa ham? Albatta, ya'ni bu holatda, ya'ni birinchi dastlabki bosqichlardan biri bu achishish, qichishish, og'riqlar, ya'ni ichak harakati paytida, kuchangan paytda albatta qabziyat agar yuzaga keladigan bo'lsa, bu holat o'zi to'g'ri ichak saraton kasalliklari, yoki anal yoriqlar, ya'ni anal treshnalarni ham hosil qila boshlaydi. Ya'ni operatsiya esa yillar davomida yana qaytariladi. Operatsiyadan keyingi holatlarda. Operatsiya 100% kafolat bermaydi. Ana shu kamchiliklar tufayli ham bemorlar operatsiyadan qo'rqishadi. Yana savollarga qaytamiz. Sportni tosh ko'tarish turi bilan shug'ullanaman. Hozircha menda gemoroy kasalligi yo'q, lekin profilaktika uchun qabul qilsam bo'ladimi yoki aks ta'sir ko'rsatishi mumkinmi deya savol yetib kelibdi. Tushunarli. Albatta, agar tosh sport bilan shug'ullanadigan bo'lsalar, og'irlik ko'taradigan bo'lsalar, men ularga, ya'ni doimiy og'irlik ko'tarishni tavsiya qilmayman. Albatta, bizning mahsulotimiz ular uchun juda ham zo'r natija beradi. Ya'ni men yana ularga kamida bir kunda 1,5-2 litr suyuqlik iste'mol qilishlarini tavsiya qilib qolaman. Ichak harakati paytida kuchanmaslikni tavsiya qilib qolaman. Hamda, ya'ni hojatxonaga kirganda ko'p insonlar, ya'ni yoki telefon titkilab qolib ketishadi yoki gazeta o'qib qolib ketishadi. Bu ham gemoroy keltirib chiqaruvchi asosiy omillardan biri ekanligini unutmang. Ya'ni hojatdan keyin tahorat qilish yaxshi amal. Ya'ni achchiq qo'lning ovqatidan tiyining, ko'proq meva, sabzavotlardan iste'mol qilishlarini ham tavsiya qilib qolaman. Agarda mahsulotni xarid qilsam-u, lekin u ta'sir qilmasa nima bo'ladi deya savol yetib keldi. Tushunarli. Albatta, boya ya'ni efir boshlanishida aytib o'tdik, hozir ekran qarshisiga kelib o'tgan, ya'ni bizani vatandoshlarimizga aytib o'taman. Ya'ni mahsulotimiz agar sizga 15 kun ichida o'zini aks ta'sirini bermasa, biz sizga 100% pulingizni qaytarib berish kafolatlangan. Hoziroq birinchi 50 ta bemorga 50% chegirma ham belgilab beramiz. Hoziroq murojaat qiling va 50% chegirmaga ham ega bo'ling. Bavosil issiqda kuchayadimi yoki sovuq qishdami deya qiziq bir savol yetib kelibdi. Tushunarli. Issiqda ham, sovuqda ham kuchayib boraveradi. Ya'ni bavosil kasalligi bor bemorlar
baribir o'zidan o'tganini o'zi biladi. Ya'ni yozda masalan issiq kunlarda terlash holatlari yuzaga keladi. Anal sohasida baribir u yerda namgarchilik bo'lganligi sababli achishish, qichishlar yuzaga kelishi boshlaydi. Sovuqda esa kuchli og'riqlar yuzaga kelishi boshlaydi. Ichak harakati paytida esa qonash yuzaga kelishi boshlaydi. Yo gemoroyim yo'q, faqat qonayapti deydigan bo'lsangiz, bu ham gemoroy emas, balkim to'g'ri ichak saratoni kasalligini ham keltirib chiqarishi mumkinligini sizga yana bir marta ta'kidlab o'tib qolaman. Mahsulot yoshi katta, kichik hamma uchun bir xil qo'llaniladimi deya savol etib ketdi. Tushunarli. Mahsulotimiz ya'ni 7 yoshdan yuqori bo'lgan bemorlarga albatta tavsiya qilinadi. 7 yoshdan 70 yoshgacha bemalol foydalanib, bemalol bavosir kasalligidan xalos bo'ling. Hozir savollarga yuzlanamiz yana. Men Mohiraman, bir necha kundan beri orqa chiqaruv teshigida qichishish bor. Bu nimadan bo'lishi mumkin deya savol etib kelibdi. Tushunarli. Ya'ni orqa anal sohasida qichishish yuzaga kelayotgan bo'lsa, albatta bu gemoroy keltirib chiqaruvchi, ya'ni gemoroyning asosiy dastlabki bosqichlaridan biri ekanligini men sizga aytib o'taman. Hoziroq pastdagi raqamlar orqali murojaat qiling. Bizning malakali mutaxassislarimiz sizni holatingizni atroflicha o'rganib, bepul maslahat, konsultatsiya va tavsiyalarni ham berib boradilar. Azizbek degan yurtdoshimizdan savol yetib kelgan. Tugun chiqib qolgan, lekin og'riq yo'q, og'rimaydi. Bu xavflimi? Bu ham gemoroymi deya savol etib kelibdi. Tushunarli. Albatta tugunchalar boshida mana gemoroy tugunchalarni farq qilib aytadigan bo'lsam, ya'ni erkagi bo'ladi va urg'ochisi bo'ladi. Erkak gemoroy tugunchalari bir dona bo'ladi, urg'ochisiniki esa bir nechta bo'ladi. Ana o'shaning uchun ham agarda hozir davolanmasa, ertaga tugunchalar soni bitta bo'ladigan bo'lsa, sekin-astalik bilan kundan kunga, yildan yilga, ya'ni bir nechtalar ko'payib boraveradi va oxir oqibat nimaga olib keladi? Ya'ni achishish, qichishish, qonash, og'riqlarning bosqichlari 1dan 2, 3 va 4-bosqichlariga o'tib boraveradi. Men Jamshidman deya savol yo'llaganlar. Ichki gemoroy xavfliroqmi yoki tashqisi deya savol yo'llaganlar. Tushunarli. Ichki gemoroy xavfliroq hisoblanadi, chunki ichki gemoroy asosiy birinchi bosqichlardan, ya'ni bu to'g'ri ichak bo'shlig'ida joylashadi. Ya'ni to'g'ri ichakdan ertaga agar qabziyat yuzaga keladigan bo'lsa, kuchangan paytda sekin-astalik ikkinchi bosqich, ya'ni kuchangan paytda anal sohasidan orqaga tashqari chiqib qoladi. Bu o'sha ikkinchi bosqichga o'tgandan keyin, ya'ni yillar davomida shu holat yuraveradigan bo'lsalar, keyin sekin-astalik bilan 3-bosqich, ya'ni nafaqat tashqariga chiqqanda o'zi kirib ketmaydi, balki barmoq bilan yordam berishga to'g'ri keladi va 4-bosqich bu esa sekin-astalik ham barmoq bilan ham kirgizib bo'lmaydi va o'zi ichkariga, tashqariga ham kirib ketmaydi. Ertaga yillar davomida nimaga olib keladi? Ertaga to'g'ri ichak saraton kasalligini keltirib chiqaradi. Agarda sizda shunaqangi holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, hoziroq pastdagi raqamlar orqali murojaat qiling. Malakali mutaxassislarimiz sizni holatingizdan kelib chiqqan holatda bepul maslahat, konsultatsiya va tavsiya berib boradi va sizga kurs ichini belgilanadi. Kurs ichini davomida sizni salomatligingiz distansion nazorat qilib boriladi. Javlon degan yurtdoshimizdan savol yetib kelgan. Gemoroy saratonga aylanishi mumkinmi deganlar. Albatta, gemoroyni davolanmasa, sekin-astalik bilan to'g'ri ichak saraton kasalligini keltirib chiqaradi. Aziz yurtdoshlarimiz, bu narsani unutmang. Bavosir kasalligini vaqtida davolasangiz, hozir ham og'riqsiz, oson va xavfsiz davolanasiz. Agarda hoziroq siz davolanmasangiz, ertaga ham kurs muolajangiz uzayib boraveradi. Ertaga ham og'riqli bo'ladi va sarf xarajatingiz ham baland bo'ladi. Gemoroy kasalligi irsiy bo'lishi mumkinmi? Ya'ni nasldan naslga o'tishi. Albatta, ya'ni bu asosan irsiy omillik yuzaga keladi, chunki irsiy omillik vena qon tomirlari kengayib ish kasalligi bo'lgan sababli kelgusida farzandlarga o'tish ehtiyoji katta bo'ladi. Ortiqcha vazn, ya'ni vazn nazorat qilishlarini so'rab qolaman. Sekin-astalik bilan, ya'ni ichak harakati payti kuchanmasliklarini matlab qolaman. Ko'proq jismoniy faollik bilan shug'ullanishlarini, doimiy og'irlik ko'tarmasliklarini, achchiq qo'rilgan ovqatlardan tiyinishlarini va kamida 1,5-2 litr kuniga suyuqlik iste'mol qilishlarini men tavsiya qilib qolaman. Bizda qo'ng'iroqlar ham bor. Bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Efirdasiz, eshitamiz sizni. Boshqa gemoroyim bor. 50%lik chegirmaga ilindimmi?
Albatta, birinchi elita bemor murojaatiga 50% chegirma belgilangan. O'zingiz tanishtirib o'tsangiz, qaysi viloyatdan murojaat qilyapsiz? Shuhrat Samarqanddan tashqi gemoroyim bor, shopirman. Agar 50 talikda bo'lsak, agar chegirma bo'lsa, boraylikmi Toshkentga qanday olamiz? Tushunarli. Efirni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, men sizga hozir efir orqali bu savolingizga albatta javob berib o'taman. Xo'p, qo'ng'iroq uchun sizga katta rahmat. Salomat bo'ling. Tushunarli. Albatta, birinchi elita bemorga bizada 50% chegirma belgilanganligi bois hoziroq murojaat qiling. Bu nafaqat siz chegirmani so'ragan holatda o'zingizni sog'lig'ingizni tiklaysiz. Ertaga kelgusida sarf xarajatlaringiz tejaysiz. Salbiy oqibatlarni ham oldini olasiz. Pastdagi raqamlar 71 kodi bilan 207 47 41 raqamiga hoziroq murojaat qiling. Bizning malakali proktologlarimiz sizni salomatligingizni distansiya nazorat qilib boradilar. Mahsulotlar necha kunda ta'sir qiladi deya savol yetib kelgan. Mahsulotimizni olib foydalangan kuningizdan boshlab 15 kun ichida o'zini sezilarli ta'sirini ko'rsata boshlaydi. Ya'ni mahsulotimizni yana bir marta qaytarib o'taman, ya'ni asal propolislar hamda tabiiy giyohlardan tayyorlangan Velnizi mahsuloti bu krem ko'rinishida bo'lib, albatta bu kompress yo'l orqali hamda bu mahsulotimizga birgalikda, ya'ni matcha detoks choylarimiz qabziyatlikni oldini olishga va ovqat hazm qilish trakti faoliyatini yaxshilab, ishtahalaringizni stimulashtirib, hamda lakton immuni choylarimiz esa sizning immunitetingizni ko'tarishga albatta samarali yordam beradi. Hozirda pastdagi raqamlar orqali murojaat qiling va bepul maslahat va konsultatsiyalarga ham ega bo'ling. Yosh bolada orqa qichish holati bor edi. Biz uni gemoroy deb o'ylab, unga sizni mahsulotdan foydalangan edik, lekin unda gijja bor bo'lib chiqdi. Mahsulotdan foydalanganimiz endi zararli emasmi deya savol yetib ketdi. Tushunarli. Albatta, ya'ni bu gijja parazitlarni ham borligidan ham dalolat beradi. Ya'ni yosh bolalarda asosan bo'ladigan bo'lsa, bu mahsulotimizni umuman nojo'ya ta'sir ko'rsatmasligi, halolligi va tabiiylik bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan, ya'ni belgilangan tartibda sertifikat va litsenziyalarga ega halol va tabiiyligi bo'yicha biz mahsulotimizga kafolat beramiz. Mahsulotimizni iste'mol qilgan kuningizdan va mahsulotimizdan foydalangan kuningizdan boshlab 15 kun ichida sizga sezilarli darajada effekt va natijasini berishni boshlaydi. Bizda qo'ng'iroq bor, yana bog'lanib ko'ramiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtiring, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Efirdasiz. Toshkent shahridan bog'lanib o'tdim. Ismim Sarvinoz. Biza shu hozir gemoroyni ko'rsatayotgan mahsulotdan xo'jayinim olib ishlatgandilar-da. Ular mana shu tashqi gemoroy, ichki gemoroy bo'lib qiynalib, bundan bir 3 yil oldin operatsiya qildirib bu gemoroyni oldirgandik. Lekin 1 yildan o'tib ozgina yana paydo bo'ldi. Boya hozir aytib o'tirganlaridek urg'ochisi ekan. Biza yana uni oldirishga xo'jayinimni yuraklari dosh bermadi. Chunki operatsiyadan keyin holat yengil kechmadi ularda. Har kuni perevязкалab, orqa bilan yopishga qiynalib. Shunga biz bu mahsulotni televizorda ko'rib oluvdik-da. Hozir shu gemoroy to'liq yo'qolib ketgan. Izi ham qolmagan. Hozir endi akamga ham olib bermoqchi edim. Akam uzoq yo'lga yuradilar, mashinada, katta mashinada. Chancholarda ham shunaqa narsa paydo bo'lgan. Gemoroy, ularning endi qanaqa holatdaligini bilmayman, lekin ularda ham treshina qonash bor ekanda, yorilgan ekan. O'shanga akamga qancha kurs olsak bo'ladi? Xo'jayinimga o'xshab to'liq 6 oylik kurs olish kerakmi yoki ularga kamroq bo'ladimi? Shuni bir aytib o'tsalar, mana aka degandim. O'zi ulardan olgandik biz oldin dorini. Rahmat ham aytib qo'ymoqchi edim katta. Chunki shuni operatsiyasiz biz gemoroyni davolab, yaxshi effektini ko'rdik-da, xudo xohlasa. Endi akamga ham olib bermoqchimiz. Agar kurslarini qancha olish kerakliklarini aytsalar, shunga qarab akamga ham dastavka qildirib bersalar yaxshi bo'lardi. Rahmat sizga qo'ng'iroq uchun. Hozir javob berib o'tadi mutaxassisimiz. Salomat bo'linglar, yaxshi ishlab olinglar. Rahmat. Tushunarli. Mana Sarvinozxon, mahsulotimiz sizlarga, mana turmush o'rtog'ingizga
albatta o'zini ta'sirini berganidan biz bag'oyatda xursandmiz. Mahsulotimizni sifatiga kafolat beramiz. Albatta akangizga ham hozir ayting, hoziroq pastdagi raqamlar orqali murojaat qilsinlar. Ularning holatlarida treshina, ya'ni bu 4-bosqich ham bo'lishi mumkin. Ya'ni 4-ularning holatlarini bizning malakali proktologlar baribir aniqlashlari kerak bo'ladi. Chunki bemorning holatini aniqlamasdan turib, biz ularga o'z boshimchalik bilan kursini belgilab bera olmaymiz. Siz bizlar bilan bog'lanasiz, bizning malakali proktologlarimiz akangizni holatini atroflicha o'rganishadi. Ularda bo'layotgan asoratlar, ularda bo'layotgan muammolar, og'riq, achishish, qichishish, o'sha treshina, bu kabi holatlarga ular o'zlari o'sha 3 oydan 6 oygacha kursini belgilab berishadi. Ana shu 3 oydan 6 oygacha bo'layotgan kursini mobaynida albatta akangizning salomatligi distansion nazorat ham qilib boriladi. Bepul maslahat, konsultatsiya va tavsiyalar ham berib boriladi. Mahsulotimizdan natija ko'rgandan keyin albatta yana bir og'iz tavsiya qilib qo'yishni ham unutmasligingizni ham so'rab qolaman. Hozirroq pastdagi raqamlar orqali yana murojaat qiling. Bizning malakali proktologlarimiz siz akangizni holat bilan, ya'ni batafsil atroflicha o'rganib, bepul maslahat, konsultatsiya tavsiyani berib, kursichini belgilab berishadi albatta. Miraziz aka, keling bizni endilikda tomosha qilishni boshlagan yurtdoshlarimiz uchun bu mahsulotlarni batafsil tanishtirib o'tsangiz. Tushunarli, ya'ni ekran qarshisida ko'rib turgan mahsulotlarimiz, ya'ni bu asal propolislar va tabiiy giyohlardan tayyorlangan, ya'ni Velnizin mayz hisoblanadi. Bu gemoroid tugunchalarini, ya'ni kompress yo'li orqali ildizi bilan so'rilishida samarali yordam beradi. Hamda bu yerda turgan bizning detoks matcha choylarimiz albatta, ya'ni bavosili bor insonlarda qabziyatlik ham kuzatiladi. Ana o'sha qabziyatlikni, ya'ni ovqat hazm qilish trakti faoliyatini yaxshilaydi, ishtahalarni stimulashtiradi hamda qabziyatlikni oldini oladi. Va bu yerda turgan lakton imoyo choylarimiz albatta intoksikatsiya bo'lgan qon tarkibidagi zaharli infeksiyalarni organizm tashqariga chiqarib, ya'ni immunitetni ko'tarib beradi. Gemoroy kasalligini davolamasdan, ya'ni og'riqqa chidab yuraverish oxir-oqibat nimalarga olib kelishi mumkin? Tushunarli. Ya'ni gemoroyni davolamasa, bu birinchi navbatda aytadigan bo'lsak, kam-kamdan oz miqdorda qon kelish yuzaga kelayotgan bo'lsa, bu holat har hojatdan keyin, ya'ni shu holat qaytariladigan bo'lsa, ko'payib boraveradida, ya'ni anemiya, ya'ni kamqonlik rivojlana boshlaydi. Albatta, ya'ni tugunchalar tashqariga chiqib qoladi. Keyin esa barmoq bilan ham kirg'izib bo'lmaydi. Ya'ni trombaz, ya'ni gemoroid tugunchalarning ichida qon ivib qoladi. Qon qotib qolgandan keyin albatta juda kuchli og'riq, ishish va ko'karishlar yuzaga kelishi boshlaydi va gemoroid tugunchalarni, ya'ni yon atrofidan ko'payib boraveradi. Ya'ni keyingi bosqichda esa yallig'lanish, ya'ni yiringlash, yallig'lanish bu infeksiya tushish xavfini orttirib beradi. Yiringlash, yallig'lanish, parapraktit holatlarni yuzaga keladi. Keyin esa infeksiya qonga so'riladigan bo'lsa, qon infeksiyasini olib keladi. Bu holat esa kelgusida, ya'ni irsiy omillikka olib keladi. Kelgusida farzandlarda ham kuzatilishi boshlaydi. Agarda siz gemoroid davolamasdan shu holatda yuraveraman, o'zi o'tib ketadi desangiz, gemoroid davolamasa hech qachon o'zidan o'zi o'tib ketmaydi. Yillar davomida yana qaytariladi. Agarda siz hozir davolamasangiz, ertaga to'g'ri ichak saraton kasalligini ham keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Ya'ni ekran qarshisida o'tirgan, hozirda bizani tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimizga yana bu narsani aytib o'tmoqchiman. Gemoroy o'zi nima? Gemoroy to'g'ri ichak pastki qismlari va orqa chiqaruv teshigi atrofidagi vena qon tomirlarini kengayib ishish kasalligiga aytiladi. Ya'ni gemoroy o'ziga 4 bosqichni o'z ichiga oladi. Bu birinchi bosqichi, bu birinchi navbat, ya'ni achishish, qichishish, og'riqlar, goh-gohida qonash holatlari bilan namoyon bo'la boshlaydi. Ikkinchi bosqichida esa ichak harakati paytida gemoroid tugunchalar tashqariga chiqib qoladi, lekin hojatdan keyin u ichkariga kirib ketadi. Achishish, qichishish, ya'ni og'riqlar davom eta boshlaydi. Uchinchi bosqichda esa gemoroid tugunchalar tashqariga chiqib qoladi, lekin o'zi ichkariga kirib ketmaydi. Ya'ni barmoq bilan yordam beriladi va achishish, qichishish, qonashlar ham yuzaga keladi. To'rtinchi bosqichda esa gemoroid tugunchalar tashqariga chiqib qoladi, barmoq bilan ham ichkariga kirmaydi. Juda kuchli og'riqlar, ishishlar va juda kuchli qon ketish yuzaga kela boshlaydi. Bizda qo'ng'iroq bor, bog'lanamiz. Alo. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Efirdasiz, o'zingizni tanishtiring. Rahmat. Men Xorazmdanman. Xabariston. Shu hozirgi aytilgan narsalarni Velnizinni oldim.
Aha. Shu juma bir chiqib 2 karvonda olib qiynalib yuribdi. Menimcha homiladorlik bo'lmaydi, uni boshqa bo'lmaydi. Shuni tavsiya etdilar, ko'rib televizorda shuni zakaz etib oldik. Xudoga shukr, yaxshi bo'lib ketdi. Hozir qiynalmaydi, gemoroyi umuman qonmaydi, azob bermaydi. Shunga rahmat deb qo'yishadi ham shu narsani o'ylab topganlar ham, yetkazib berganlar ham. Rahmat, minnatdormiz. Qo'ng'iroq uchun rahmat. Ishlarni rivojini bersin. Sizga ham rahmat. Qo'ng'iroq uchun salomat bo'ling. Sog' bo'linglar. Mana yurtdoshimiz bilan gaplashib oldik. Ular juda ham xursand. Davo topganlaridan. Endi yurtdoshlarimizdan kelgan savollarni o'qisak, bo'lmasa vaqtimiz yetmay qolishi mumkin. Nasldan naslga o'tishni to'xtatish uchun nima qilish kerak? Men davolansam ham yana qaytalanyapti. Farzandlarimga o'tmasligi uchun nima qilishim kerak deya savol yetib kelgan bizga. Tushunarli, albatta, ya'ni bu nasldan naslga o'tmasligi uchun hozirdan davolanish kerak bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik bemorlar bizlarga murojaat qiladi. Yillar davomida mana surunkali gemoroy yillar davomida masalan achishish, qichishish, og'riq yoki surunkali ravishda qonash holatlari bilan kechib boraveradi. Bu birinchi navbatda o'zlariga insonga diskomfort yaratadi. Ikkinchi navbatda og'riqli kechishi boshlaydi va yillar davomida yana davolanmasa ertaga to'g'richak saraton kasalligini ham keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Infeksiya qonga so'riladigan bo'lsa, ya'ni zaharli moddalar qonga intoksikatsiya bo'ladi, ertaga nasldan naslga ham olib keladi. Albatta, nasldan naslga o'tmasligini oldini olish uchun hozirdan davolanish kerak bo'ladi. Yillar davomida aziyat chekib kelyapsiz. Oldingi holatingiz qanaqa edi? Hozirgi qanaqa holatdasiz? Natija ko'rmayapsiz. Boshqa mahsulotlar olishyapti, iste'mol qilishyapti yoki foydalanishyapti, natija ko'rmayapti. Siz bizlarga hoziroq murojaat qiling. Mahsulotingiz 15 kun ichida sizga o'zini natijasini bermaydigan bo'lsa, albatta 100% pulingizni qaytarish kafolatlangan va hoziroq birinchi elita bemorga esa 50% chegirma belgilangan. Bizning malakali proktologlarimiz tomonidan sizning holatingiz aniqlanib, sizda bo'layotgan holatga qarab turib kurs lecheniya belgilab beriladi. Ana o'sha kurs lecheniya mobaynida esa sizning salomatligingiz o'zimiz nazorat qilib boramiz. Bepul maslahat, konsultatsiya va tavsiyalarni ham berib boramiz. Yana bir marta qaytarib o'taman, ya'ni agarda sizda o'tkir gemoroy, ya'ni o'tkir gemoroy bu klinik formalarga qarab, ya'ni bir paydo bo'ladi, bir yo'qoladi, bir achishish yoki og'riqlar bilan namoyon bo'lib qoladi yoki o'tirgan paytda diskomfort yuzaga kelishi boshlaydi. Davolanmasa ertaga surunkali gemoroyga o'tib boradi. Surunkali gemoroydan agar davolamasa ertaga bosqichlari 1-2, 3, 4 bosqich, ya'ni kattalashib boraveradi. Oxir oqibat o'zingiz qiynalasiz. Yurishga, o'tirishga, turishga ham qiyinchiliklar yuzaga kelishi boshlaydi. Hozirroq pastdagi raqamlar orqali, ya'ni 71 kodi bilan 207 47 41 raqamiga murojaat qiling. Bizning malakali proktolog mutaxassislar tomonidan, ya'ni holatingiz atroflicha o'rganib, bepul maslahat, konsultatsiya va tavsiyalar berib boriladi. Va yana men sizga tavsiya qilib o'taman. Agarda sizda bavosir kasalligidan qiynalib kelayotgan bo'lsangiz, yana uy sharoitiga tavsiyalarni ham berib o'tmoqchiman. Achchiq qovurilgan ovqatlardan ozgina tiyining, ko'proq meva sabzavotlar iste'mol qiling. Keyin esa hojat paytida, ya'ni gazeta o'qib o'tirish yoki masalan telefon titkilab, hojatda uzoq qolib ketish ham gemoroy keltirib chiqaruvchi asosiy omillardan biri ekanligini unutmang. Hojatdan keyin, ya'ni tahorat qilish yaxshi amal. Ya'ni bavosir kasalligida qiynalib kelayotgan insonlarga yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Homilador bo'lish ham mumkin emas. Lekin homiladorlik paytida ayni bizni Velnizin mahsulotimiz ham ularga yordam beradi. Chunki homiladorlik paytida, o'sha tug'ruq paytida noto'g'ri kuchanish oqibatida bu bavosir kasalligi yanada kuchayib boradi. Ana shuning uchun, ya'ni keyin issiq hammom saunalarda uzoq vaqt qolib ketmang, ko'proq meva sabzavotlardan iste'mol qilib turing. Yurtdoshlarimizdan kelgan savollarga yuzlanamiz. Men sizlar bilan televideniya orqali emas, yuzma-yuz borib uchrashib davolanmoqchiman. Qanday uchrashsak bo'ladi deya savol yetib ketdi. Tushunarli, ya'ni televideniya orqali emas, to'g'ridan to'g'ri kelib uchrashmoqchiman deyaptilar. Bizda bu mahsulotimizni, ya'ni operatsiyalarsiz uy sharoitida, ya'ni sizning holatingizdan kelib chiqqan holatda
kurs lecheniya belgilanadi. Siz kelsangiz ham sizni holatingizni biz o'rganamiz. Xuddi shu. Kelmasangiz ham baribir shu. Hozirroq bizani pastdagi raqamlar orqali murojaat qiling. Bizani malakali mutaxassislarimiz sizga bizlarni yuridik manzillarimizni berishadi. Albatta, agar tashrif buyurmoqchi bo'lsangiz, Toshkent shahrida bizani kompaniya joylashgan, bemalol tashrif buyursangiz ham bo'ladi. Sizni holatingiz o'sha payt atroflicha o'rganilib, ya'ni ayni shu baribir o'sha Wellness mahsulotlari sizni holatingizga qarab turib, ya'ni lakto immun choylari va detoks matcha choylari orqali sizni davolash ishlarini olib boriladi. Kasallikni past, o'rta va og'ir holatlar uchun ham shu mahsulotlardan foydalaniladimi yoki har qaysi bosqich uchun alohida mahsulot bormi deya savol yetib kelgan. Tushunarli. Albatta, bavosir kasalligini har bir bosqichlari uchun ayni shu mahsulotdan foydalaniladi, lekinda uy sharoitida, ya'ni bizlar nazoratimiz ostida bo'lasiz, ya'ni 1 oy, 3 oy, 5 oy yoki 6 oygacha kurs lecheniyamiz bor. Bemorni o'sha aytgandek 1-chi, 2-chi, 3-chi yoki 4-chi og'ir bosqichlardan kelib chiqqan holatda kurs lecheniya belgilanadi. Mahsulot qaysi holatda ta'sir qilmaydi, ya'ni aks ta'sir ko'rsatish holatlari ham uchrab turadimi deya savol yetib kelgan. Tushunarli, ya'ni mahsulotimizni nojo'ya ta'sir ko'rsatmasligi, halolligi va tabiiyligi bo'yicha, ya'ni sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan, ya'ni belgilangan sertifikat va litsenziyalarga ega mahsulotimizni halol va tabiiyligi bo'yicha biz kafolat beramiz. Albatta, hozirroq shu pastdagi raqamlarga murojaat qilsangiz, bizlar sizlarning holatingizga kelib chiqib, bepul maslahat va konsultatsiya tavsiyalarini ham berib boramiz. Mahsulotlarni qabul qildim, shifo topdim, rahmat. Endi yana shu mahsulotlardan profilaktika uchun qanday miqdorda foydalanishim kerak deya savol yetib kelgan. Albatta, bizda profilaktika kursimiz o'zi 1 oyni tashkil qiladi. Ya'ni mahsulotdan foydalanib agar shifo ko'rgan bo'lsangiz, o'zingiz uchun baribir sog'lig'ingizga bee'tibor emas ekansiz, 1 oylik profilaktika kursimizdan albatta foydalanishingiz ham bo'laveradi. Yana men sizga aytib o'tmoqchiman, ya'ni bavosir kasalligi klinik formalariga ko'ra o'tkir va surunkali hisoblanadi. Joylashgan joyiga qarab turib, ya'ni ichki va tashqi gemoroy bo'ladi. Ichki gemoroy to'g'ri ichak bo'shlig'ida joylashadi, ya'ni ichak harakati payti kuchayganingizda to'g'ri ichakdan orqadan pastga chiqib qoladi, ya'ni qonash holatlari kuzatiladi. Tashqi gemoroy esa tashqi chiqaruv teshik atrofida joylashadi, tashqi ta'sir tufayli qichishadi, achishadi hamda og'riydi. Ya'ni men sizlarga yana bavosir kasalligidan, ya'ni hamda operatsiya usuli va operatsiyalarsiz uy sharoitida, ya'ni bizning mahsulotlar bilan foydalanish usulini ham tushuntirib o'tmoqchiman. Ya'ni operatsiya ham 2 xil bo'ladi. Lazer amaliyoti bor va jarrohlik amaliyoti bo'ladi. Lazer amaliyoti bu nerv hujayralarni kuydirib, rak hujayralarni, ya'ni rivojlantirib olishi mumkin bo'ladi. Ya'ni ertaga onkologik o'simta kasallikni keltirib chiqarmasin. Operatsiya, ya'ni jarrohlik amaliyoti esa operatsiyadan keyingi davrda sizda kuchli qon ketishi boshlaydi. Ya'ni operatsiyadan keyingi davrda og'riq sindromlari kuchli namoyon bo'ladi. Ya'ni 3 oydan 6 oygacha og'riq qoldiruvchi dori, ukol, kapelnitsalarga o'tirib qolasiz. Chunki yurishga, o'tirishga, turishga qiynalib qolasiz. Ya'ni yonbosh o'tiradigan bo'lib qolasiz. Keyin to'g'ri ichak, ya'ni orqa anal sohasi, ya'ni treshnalar bo'ladigan bo'lsa tikiladi. Ya'ni ertaga operatsiyadan keyingi davrda sizda qabziyat yuzaga keladigan bo'lsa, kuchaygan paytda уже to'g'ri ichak tekshirishlariga olib keladi va operatsiya 100% kafolat bermaydi. Yillar davomida yana qaytariladi. Ana shu kamchilik tufayli bemorlar operatsiyadan qo'rqishadi. Bizning usul mana oson, xavfsiz, operatsiyalarsiz, uy sharoitida mana asal propolislari hamda tabiiy giyohlardan tayyorlangan Wellness mahsulotdan foydalangan holatda hamda matcha detoks choylarimiz va lakto immun choylarimiz birgalikda bavosir kasalligidan davolanish usuli. Bu mahsulotlarni ishlatish jarayonida bemorlar nimalarga e'tibor berishlari kerak? Ya'ni qandaydir cheklovlar bormi? Tushunarli. Yo'q, albatta cheklovlar yo'q. Bu bemorning holatidan kelib chiqqan holatda men ularga tavsiyalar berib boraman. Ya'ni mahsulotimizdan foydalangan paytda, ya'ni achchiqo'rli ovqatlardan ozgina tinishlarini, keyin ko'proq meva sabzavotlar iste'mol qilishlarini va kamida 1,5-2 litr bir kunda suyuqlik iste'mol qilishlarini men tavsiya qilib qolaman. Mahsulotingizni boshqa vositalardan farqi nimada deya savol yetib kelgan. Tushunarli. Mahsulotimizning boshqa vositalardan farqi bu tabiiy giyohlardan, bu davolovchi, nafaqat davolovchi, shu o'rinda birdan og'riqni ham qoldirib boradi. Ham shu o'rinda kurs muolaja paytida
davolab boradi. Ya'ni to'g'ri ichakdagi, ya'ni to'g'ri ichak gemoroid tugunchalarni sekin astalik bilan so'rilishida, keyin qabziyatlik va qonash holatlarida yuzaga kelganda infeksiyalar agar qonga so'rilgan bo'lsa, ertaga xavfli omillardan biri, ertaga juda o'ta og'ir xavfli omillardan biri desam ham aniq bekor bo'lmaydi deb o'ylayman. Ya'ni to'g'ri ichak saraton kasalligi ham kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Ana shunaqangi holatlarni oldini olish maqsadida hoziroq pastdagi raqamlar orqali 71 kodi bilan 207 47 41 raqamiga murojaat qiling. Biz sizni salomatligingizni o'zimiz distansiya nazorat qilgan holatda bepul maslahat, konsultatsiya va tavsiyalarni berib, sizni salomatligingizni o'zimiz nazorat qilib boramiz. Menda hozir bavosil yo'q, lekin siz aytayotgan hamma yomon odatlar menda bor. Hojatxonada ko'p o'tiraman, achchiq yeyman, og'ir ko'taraman. Mahsulotdan hozirdan foydalansam bo'laveradimi? Qanday maslahat berasiz deya savol kelgan. Albatta, barcha holatlar yuzaga kelayotgan bo'lsa, hozirda davolanmasangiz, ertaga gemoroid davolamaslik og'riqli, ayanchli holatlarni yuzaga keltiradi. Ya'ni barcha asoratlar deyaptilar, demak ularda achishish bor, qichishish bor, qonash holatlari bor, mana og'riqlar yuzaga kelyapti. Ya'ni kundalik ish faoliyatida, ya'ni ish unumdorligingiz pasayib boradi. Chunki sizga bu ayni gemoroid bavosir kasalligi sizga diskomfort yuzaga keltiryapti. Ya'ni masalan, oila a'zolaringizdan siz bu bavosir kasalligini ko'pchilikdan berkitishingizga to'g'ri kelishi boshlaydi. Ya'ni qonash holatlari ertaga ichki kiyimlarga o'tish holatlari yuzaga kelishi boshlaydi. Mana shunaqangi holatlarni oldini olish maqsadida, ya'ni gemoroid davolamasa, ertaga kam-kamdan, oz miqdorda qonash holatlari yuzaga kelayotgan bo'lsa, bu holat uzoq davom etadigan bo'lsa, kamqonlik anemiyani rivojlantira boshlaydi. Ya'ni gemoroid tugunchalarning ichida qon qotib qoladi. Qon qotgandan keyin ertaga kuchaygan paytda, ya'ni ishish, qattiqlanish, ya'ni kuchli og'riqlar yuzaga kelishi boshlaydi. Keyin infeksiya tushish xavfini orttiradi. Infeksiya bakteriya tushadigan bo'lsa, yiringlash, yallig'lanish holatlarini olib keladi. Bu holat esa parapraksit holatlar yuzaga keltiradi. Agar infeksiya qonga so'riladigan bo'lsa, qon infeksiya, bu holat absess holatlari hisoblanib, ertaga nasldan naslga olib keladi. Yana ham davolanmasangiz, ertaga to'g'ri ichak saraton kasalligini ham keltirib chiqaradi. Rahmat, savollarga yuzlanamiz yana. Men bavosil bo'lib davolandim, lekin menda qichishish holati hali tugamadi. Bu odatmi yoki shunday bo'ladimi deya savol yetib kelgan. Tushunarli. Albatta, davolangandan keyin oz miqdorda baribir qichishish holatlari ayrim insonlarda yuzaga keladi. Bu holat o'zi, ya'ni boya aytib o'tgandek, ikki xil, ya'ni urg'ochi va erkak gemoroid deb aytamiz. Ya'ni urg'ochi gemoroiddan keyingi holatda bu yana qaytaranish holatlarini yuzaga keltirayotgandan dalolat ham berishi mumkin. O'shaning uchun ham bu holatda profilaksika kursimiz davomida bemalol mahsulotdan foydalangan holatda, ya'ni achishish, qichishish, qonash, og'riq, ya'ni treshina holatlarida ayni, ya'ni Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilangan dastur asosida, ya'ni sertifikat litsenziyaga ega tabiiy halol vilnizin asal propolislar va tabiiy giyohlardan tayyorlangan ushbu mahsulotlardan sizga tavsiya qilib boramiz. Kompress yo'li bilan foydalangan holatda uy sharoitida hech qanaqa ko'chaga chiqmasdan, operatsiyalarsiz bemalol foydalangan holatda 15 kun ichida siz inshaalloh o'zini sezilarli darajada effekt va natijasini berishni boshlaydi. Bu mahsulotlaringizni dorixonalardan sotib olsak bo'ladimi deya savol yetib kelgan. Tushunarli. Bu mahsulotimizni oldin apteka dorixonalarga berganmiz. Bu mahsulotimizdan bemorlarning o'zini noto'g'ri foydalanishi oqibatida ayrim insonlarni, keyin bu mahsulotimizga ustama haq qo'yilishi va apteka xodimlarining baribir ular bemorning holatini nazorat qila olmaydi. Bizlar esa o'zimiz mahsulotimizni uyingizga yetkazib beramiz. Mahsulotimizni yetkazib berish bepul, mutlaq. Mahsulotimizni olganingizdan keyin ham salomatligingizni o'zimiz nazorat qilamiz. Hozirda ushbu mahsulotimiz apteka dorixonalarida sotuvda mavjud emas. Ya'ni mahsulotimizning qalbakilari chiqib ketishi mumkin, bularga boyga yetgan ustama haq qo'yiladi va bemorning holati nazorat qilinib bormaydi. Bizlar esa mahsulotimizdan, ya'ni bemorning holatidan kelib chiqqan holatda ko'rsatchini belgilab beramiz. Ana o'sha ko'rsatchini mobaynida o'zimiz salomatligingizni distansion individual nazorat qilib boramiz. Bu mahsulotlarni sotib olgan yurtdoshlarimiz uni qanday holatda saqlaganlari ma'qul? Ya'ni qanday haroratda?
Tushunarli. Albatta bu mahsulotimizni bemalol o'zligini muzlatgichlarda bemalol ayni o'sha kremimizni saqlatishlarini men tavsiya qilib boraman. Bu mahsulotimizni bemalol uy sharoitida saqlasangiz ham bo'laveradi. Yana bir marta qaytarib o'taman, bu matcha detoks choylarimiz, bu albatta qabziyatli bor insonlar uchun ham, ya'ni qabziyatlikni oldini oladi, ovqat hazm qilish trakti faoliyatini yaxshilaydi, ishtahalaringizni stimulashtirib beradi. Hamda lakton immun choylarimiz esa ayni o'sha bavosir kasalligida qonash holatlari yuzaga kelgan, ertaga zaharli infeksiyalar qonga intoksikatsiya bo'lgan holatda bu zaharli infeksiyalarni organizmdan tashqariga chiqaradi, qon aylanishini yaxshilaydi, immun tizimini rivojlantiradi. Hamda Velnizin mahsulotimiz asal propolislar va tabiiy giyohlardan tayyorlangan Velnizin kremimizni albatta uy sharoitida kechqurun yotishdan oldin, ya'ni bizani malakali mutaxassislarimiz tomonidan foydalanishi, ya'ni kompress usulida, lekin uni bir kunda necha marta foydalanishini albatta bemorning holatidan kelib chiqqan holatda belgilab beriladi. Bir kunda bir martami, uni yengil, o'rta, og'ir holatiga qarab bir kunda 2 mahaldan foydalanishini va ularni sog'liqlarini davolangunga qadar bepul maslahat, konsultatsiya va tavsiyalarni berib boriladi. Yurtdoshlarimiz uchun chegirmalarni e'lon qilmoqdasiz. Ushbu chegirmalar qachongacha amal qiladi? Ushbu chegirmalar albatta birinchi elitli bemorga to'g'ridan-to'g'ri efir orqali murojaatdan so'ngmi yoki hozir o'zida murojaat qilgan birinchi elitli bemorga albatta chegirmalarni belgilab beramiz. Hozirroq murojaat qiling, 50% chegirmaga ega bo'ling. Yurtdoshlarimizdan kelgan savollar bor. Matcha choyda shunchaki kasal bo'lmaslik uchun foydalansak bo'ladimi? Qanday tartibda foydalanishni maslahat berasiz? Men kasal emasman deya savol yo'llabdilar. Tushunarli. Albatta detoks matcha choylarimizni, ya'ni sizda qabziyat yuzaga kelayotgan bo'lsa, bu mahsulotning ichida, ya'ni upakovka qilib borilgan 100 grammli iliq, ya'ni qaynatilgan iliq suvga solgan holatda 10 minut, ya'ni dimlantirib qo'yiladi. 10 minut ichida mahsulotdan ekstraktlari albatta chiqadi. O'sha mahsulotdan ekstraktlarini, ya'ni kichkina choy qoshiqda aralashtirgan holatda iste'mol qilasiz. Ovqat hazm qilish trakti faoliyatini yaxshilaydi, ishtahalaringizni stimulashtirib beradi hamda qabziyatligingizni oldini oladi. Qadrli yurtdoshlar, agar sizni ham mana shu kasallik bezovta qilayotgan bo'lsa, ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Erkaklar bilan erkak mutaxassislar, ayollar bilan ayol mutaxassislar bog'lanishadi. 50% chegirmaga ega bo'lib olishingiz mumkin va xarid qilib olsangiz yetkazib berish mutlaqo bepul hisoblanadi. Muraziz aka, sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz tashrif uchun va berib o'tgan ma'lumotlaringiz uchun. Ko'rsatuvimiz yakunida bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga eng muhim tavsiyalarni berib o'tsangiz. Tushunarli. Albatta, ya'ni biza ekran qarshisida bizani kuzatib borayotgan teletomoshabinlarga albatta ushbu ko'rsatuvimiz manfaatli bo'lgan umiddaman va kelgusida mana shunaqangi holatlarni oldini olish maqsadida ko'proq meva sabzavotlar iste'mol qilishlarini, achchiq qovurilgan ovqatlardan tiyinishlarini va kamida bir kunda 1,5-2 litr suyuqlik iste'mol qilishlarini va albatta birinchi navbatda, ya'ni sog'lom bo'lib yurishlarini men ularga tilab qolaman.